Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga Toshkent City'dagi uylar bunchalar qimmat? Bu oddiy mahalla emas, balki poytaxt markazida qurilgan yangi, zamonaviy, elita darajadagi loyiha. U yerda yashash nafaqat qulaylik, balki prestij, status hisoblanadi. Bugungi kvartiramiz Toshkent City'ga qaragan narxi bo'lsa qolganlariga nisbatan ancha yumshoqroq. 91 kvadrat metr 3 xonani tashkil etadi. 7 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan, neoklassik uslubdan ta'mirdan chiqarilgan hamma mebel texnikalari bilan sotilyapti. Video oxirida narxini aytib o'tamiz. Bu yoqdagi manzarani qaranglar. Toshkent City Mall, Nest One savdo markazlari va yashil maydonlari, kattagina parklari bemalol ko'rinib turar ekan. Ajoyib manzara. Inshaalloh bir kun men ham mana shu joylardan kvartira olaman deb qo'yganlar bormi? Bitta like bosib qo'yinglar, niyat qilganlar, inshaalloh niyatingiz yetinglar. Bu tomonda o'zini katta oshxona mebellari qilingan, remontlariga necha qo'yardinglar? 1 dan 5 gacha baho berib qo'yinglar. Endi qimmat joydan kvartira oldingmi, remontini ham qimmat qilmasa ham bo'lmaydi, bu shart. Keyingi xonalarga o'tadigan bo'lsak, bu yerda garderobning xonalari ham qilingan. Navbatdagi xonamiz bo'lsa, ota-onalar yotoqxonasi, o'zining ichida sanuzellarga ega. Xonadonimiz narxini aytib o'tadigan bo'lsak, 91 kvadrat metrli 2-qavatda joylashgan, 360 mingga mebel texnikalari bilan baholanyapti. Sanuzeli ham juda ham ko'p ekan. Qaysi do'stingizga shu joydan kvartira niyat qilgansiz? O'sha do'stingizga shu videoni yuborib qo'ying. Niyat qilganlar like bosib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.